Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun juda muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Bu sizning, ya'ni aziz nafaqaxo'rlarimizning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida. Siz bu videoni to'liq ko'rmasdan turib, biror bir qaror qabul qilishingizga shoshilmang, chunki may oyidan boshlab hayotingizda juda ko'p narsalar yangicha tus oladi. Shu sababli iltimos diqqat bilan eshiting va so'ngida o'z xulosalaringizni chiqaring. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing va bu videoga like bosing, toki ushbu muhim ma'lumotlar boshqa insonlarga ham yetib borsin. Va biz boshladik. Muammoning mohiyati shundaki, O'zbekistonda nafaqalarni hisoblash va tayinlash tizimida uzoq kutilgan, ba'zi jihatdan esa kutilmagan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu o'zgarishlar bir maydan kuchga kiradi va deyarli har bir nafaqaxo'rni, hatto yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirgan fuqarolarni ham qamrab oladi. Ilgari nafaqa tizimi, afsuski, ba'zi hollarda murakkab bürokratik jarayonlarga, hujjatbozlikka asoslangan edi. Nafaqaga chiqish uchun fuqarolar turli idoralar eshigini qoqib, ko'plab qog'ozlarni to'plashga majbur bo'lishardi. Misol uchun, mehnat daftarchasini olish uchun eski ish joylariga borish, arxiv ma'lumotnomalarini izlash, ba'zida hatto sud orqali ish stajini tasdiqlash kabi qiyinchiliklar ko'p uchrar edi. Bu esa fuqarolarning vaqtini, asabini va hattoki ba'zida mablag'ini ham talab qilardi. Bundan tashqari, nafaqalarni indeksatsiya qilish mexanizmi, ya'ni inflyatsiyaga mos ravishda oshirish jarayoni ham doimiy ravishda samarali ishlamasligi bois nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyati pasayishi kuzatilardi. Nafaqalar miqdori ham ba'zi hollarda amaldagi minimal iste'mol savati va real ehtiyojlarni qoplamasligi holatlari kuzatilardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi qoidalar asosan nafaqa tizimini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va fuqarolar uchun qulaylik yaratishga qaratilgan. Bu degani endilikda sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilinmaydigan holatlar ko'payadi, ba'zi jarayonlar avtomatlashtiriladi va nafaqa miqdorlari ham yangicha tamoyillar asosida qayta ko'rib chekilishi mumkin. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqa tayinlash va hisoblash jarayoni to'liq elektron tizimga o'tkazilmoqda. Bu qanday amalga oshiriladi? Davlat organlari o'zaro integratsiyalashgan yagona platforma orqali fuqaroning ish staji, ish haqi va boshqa zarur ma'lumotlarini mustaqil ravishda yig'adi. Ya'ni sizdan nafaqa tayinlash uchun barcha ma'lumotlarni yig'ib kelishingiz shart bo'lmaydi. Bu esa nafaqa olish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va tezlashtiradi. Ilgari bu jarayon bir necha haftagacha, hatto oylargacha cho'zilishi mumkin edi, chunki barcha hujjatlar qo'lda tekshirilishi va tasdiqlanishi lozim edi. Endilikda esa bu muddatlar qisqarishi kutilmoqda. Birinchi asosiy o'zgarish nafaqalarni hisoblash tartibi. Ko'pi pelachil illili taykili illil kinagan savol nafaqa qanday hisoblanadi? Ilgari nafaqa miqdori asosan oksirgi ish joyidagi maoshga yoki istalgan 3 yillik ish haqi miqdoriga bog'liq edi. Endi esa bu jarayon shaffofroq bo'ladi. Yangi tizimda sabr qilinishicha har bir fuqaroning butun mehnat faoliyati davomidagi ish haqi ma'lumotlari elektron bazaga kiritiladi va nafaqa miqdori aynan shu ma'lumotlar asosida, ya'ni iqtisodimning butun ish staji davomida qancha haqiqiy ish haqi olganiga qarab hisoblanishi ko'zda tutilgan. Bu shuni anglatadiki, agar siz umrbo'yi qonuniy tarzda ishlagan va barcha soliqlarni to'lagan bo'lsangiz, nafaqa miqdoringiz ham shunga yarasha yuqori bo'ladi. Kimlar uchun bu o'zgarish ayniqsa muhim? Avvalo, yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirgan fuqarolar. Aksi domidi yilning may oyidan keyin nafaqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, yangi qoidalar sizga bevosita taalluqli bo'ladi. Misol uchun Farhod aka 8 yoshda 40 yil davlat korxonasida muhandis bo'lib ishlagan. Uning nafaqaga chiqish vaqti may oyiga to'g'ri keladi. Ilgari u o'z mehnat daftarchasini, ish haqi ma'lumotnomalarini, arxivdan ma'lumotnomalarni to'plashi kerak edi. Endi esa uning ma'lumotlari avtomatik tarzda tizimda mavjud bo'ladi. Nafaqani tayinlash uchun unga shunchaki murojaat qilish kifoya. Bu Farhod akaning nafaqaga chiqish jarayonini ancha osonlashtiradi. Ikkinchidan, nafaqa oluvchilarning ba'zi toifalarida nafaqa miqdorlari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ayniqsa ijtimoiy nafaqa oluvchilarga, nogironligi bor shaxslarga va boquvchisini yo'qotgan oilalarga tegishli bo'lishi ehtimoli bor. Hukumat ijtimoiy himoyani kuchaytirishga alohida e'tibor qaratayotganligi sababli aynan shu toifalarning nafaqalari inflyatsiya darajasidan yuqori darajada oshirilishi
yoki ularga qo'shimcha imtiyozlar joriy etilishi kutilmoqda. Tasavvur qiling, Gulnora opa Kaptima yoshda guruh nogironi u doimiy davolanishga muhtoj. Uning nafaqasi vatmaydan keyin sezilarli darajada oshirilsa, bu uning yashash sharoitini yaxshilashga va davolanish sarajatlarini qoplashga yordam beradi. Aytaylik, uning oldingi nafaqasi 1000 so'm bo'lgan bo'lsa, yangi tartibga ko'ra bu miqdor 300 yoki 400 so'mgacha oshishi mumkin. Bu shunchaki misol, ammo bunday o'zgarishlar hayotiy ahamiyatga ega. Kimlar savotirlanishi kerak? Aslida hech kim savotirlanishi shart emas. Chunki bu o'zgarishlar fuqarolarning ahvolini yomonlashtirishga emas, balki yaxshilashga qaratilgan. Biroq shuni ta'kidlash kerakki, agar sizning ish stajingizda qonuniyatsizliklar, rasmiylashtirilmagan ish joylari yoki ish haqi bo'yicha konvertdagi maosh holatlari bo'lsa, bu yangi tizimda aniq ko'rinishi mumkin. Elektron tizim barcha ma'lumotlarni o'zida mujassam etgani bois avvalgi yashirin ish stajini isbotlash ancha qiyinlashadi. Shuning uchun agar sizda shunday holatlar mavjud bo'lsa, hozirdan o'z hujjatlaringizni tartibga solish zarur bo'lsa, ish stajingizni qonuniy yo'l bilan tasdiqlash choralarini ko'rishingiz tavsiya etiladi. Masalan, diyor aka 55 yoshda 10 yil davomida norasmiy ish bilan shug'ullangan. U nafaqaga chiqishga tayyorgarlik ko'rayotganda bu 10 yillik stajini tasdiqlay olmasligi mumkin, chunki u uchun hech qanday soliq yoki ijtimoiy ajratmalar to'lanmagan. Bu uning umumiy stajiga va natijada nafaqa miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oldinlari bunday holatlarda ba'zida qo'shnilarning guvohligi yoki boshqa subyektiv dalillar bilan stajni tasdiqlash imkoniyati bo'lardi. Endi esa bunday imkoniyatlar keskin kamayadi. Kimlar esa savotirlanishi shart emas, qonuniy asosda ishlagan, barcha soliqlarni o'z vaqtida to'lagan, rasmiy ish stajiga ega bo'lgan fuqarolar mutlaqo savotirlanishlari shart emas. Aksincha, ular uchun nafaqa olish jarayoni yanada soddalashadi va tezlashadi. Ular hatto uydan chiqmasdan onlayn tarzda nafaqa olish uchun ariza topshirishlari va jarayonni kuzatishlari mumkin. Bu keksalar uchun juda katta qulaylik, chunki ularning sog'ligi va imkoniyatlari har doim ham idoralarga borib kelishga imkon bermaydi. Misol uchun, Nafisa buvi 10 yoshda 4 yildan ortiq muddat davlat tashkilotlarida ishlagan. Uning barcha ma'lumotlari elektron bazada mavjud. Agar u hozirgi nafaqasi bilan bog'liq biror savolga ega bo'lsa yoki uni qayta hisoblatmoqchi bo'lsa, u buni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mygov.uz orqali amalga oshirishi mumkin. Bu uni uzoq navbatlarda turishdan va ovora bo'lishdan xalos qiladi. Ikkinchi muhim o'zgarish: nafaqalarni indeksatsiyalash mexanizmi. Yangi qoidalar doirasida nafaqalarni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirish jarayoni aniqroq va muntazamroq bo'lishi kutilmoqda. Bu degani, har yili davlat byudjeti qabul qilinayotganda yoki yilda kamida 2 marta nafaqalar miqdori aholining xarid qobiliyatini saqlash maqsadida oshirilishi nazarda tutiladi. Oldinlari bu jarayon ba'zan kutilmagan holda, ba'zan esa kechiktirilib amalga oshirilardi. Endi esa bu mexanizm qonuniy asosda mustahkamlanadi va muntazamlik kasb etadi. Bu nafaqaxo'rlar o'z daromadlari va hayot darajasi barqaror bo'lishiga ishonch hosil qilishlari uchun juda muhim. Tasavvur qiling, har yili may va sentabr oylarida, misol uchun, nafaqalar 10% ga oshirilishi qonun bilan belgilansa, nafaqaxo'rlar o'z byudjetlarini rejalashtirishda ancha erkin bo'ladilar. Bu ularning har oygi xarajatlarini qoplashga yordam beradi va ularni moliyaviy qiyinchiliklardan himoya qiladi. Uchinchi muhim o'zgarish: nafaqalarni yetkazib berish va to'lash tizimi. Ilgari nafaqalar ko'pincha pochta orqali yoki bank kartasiga o'tkazish yo'li bilan amalga oshirilardi. Yangi qoidalar doirasida nafaqaxo'rlarga nafaqani olish uchun yanada ko'proq tanlov imkoniyatlari taqdim etilishi mumkin. Misol uchun, nafaqani uyga yetkazib berish, bankomatlardan olish, mobil ilovalar orqali foydalanish yoki hatto ayrim do'konlarda naqd pulsiz to'lovlar orqali foydalanish imkoniyatlari kengaytirilishi mumkin. Bu ayniqsa qishloq joylarda yashovchi, bank filiallari va ATMlarga uzoq bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun juda qulaylik yaratadi. Masalan, qishloqdagi Roziya aya asfanla yoshda u bankka borishga qiynaladi. Endi unga nafaqani bevosita uyiga pochta xodimi yoki maxsus yetkazib beruvchi olib kelishi mumkin.
yoki uning farzandlari mobil ilova orqali Roziya ayaning nafaqasini nazorat qila oladi va zarur bo'lsa uyga buyurtma kelib beradi. Endi esa eng nozik joylarga, ya'ni istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nuanslarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi nuans pensiya tayinlashda ish staji masalasi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yangi tizimda ma'lumotlar avtomatlashtiriladi. Ammo agar sizda 2005 yildan oldingi davrga oid ish stajida kamchiliklar, to'liq rasmiylashtirilmagan ma'lumotlar mavjud bo'lsa, bu siz uchun muammo tug'dirishi mumkin. 2005 yildan keyin aksariyat fuqarolarning ma'lumotlari elektron bazalarga kiritilgan bo'lsa-da, undan avvalgi davrlarda hujjatlar qog'oz shaklida saqlangan va ba'zi arxivlar yo'qolgan yoki to'liq saqlanmagan holatlar uchraydi. Bunday holatlarda avvalgi qoidalar bo'yicha siz sud orqali yoki guvohlar ko'rsatmasi bilan ish stajingizni tasdiqlashingiz mumkin edi. Yangi qoidalar bilan esa bu jarayon qanday amalga oshirilishi haqida aniq ma'lumot olish juda muhim. Ehtimol hukumat bunday eski stajlarni tasdiqlash uchun maxsus tartib yoki yengilliklar joriy etishi mumkin. Masalan, 1990 yillarda tarqatib yuborilgan kolxozda ishlagan Dilshod amaki. Uning mehnat daftarchasida yozuvlar bor, lekin arxiv hujjatlari yo'q. Bunday holatlarda uning stajini elektron tizim to'liq tan olmasligi mumkin. Shuning uchun avtomatlashtirishga qaramay, oldingi hujjatlarni saqlash va ularni oldindan tekshirish juda muhimdir. Ikkinchi nuans ishlaydigan nafaqaqsorlar. Yangi qoidalar ishlaydigan nafaqaqsorlar uchun qanday o'zgarishlar olib keladi? Ilgari ba'zi hollarda ishlaydigan nafaqashorlar to'liq nafaqa olmasligi yoki nafaqaning bir qismi to'xtatib turilishi mumkin edi. Yangi tizimda esa xabar qilinishicha ishlaydigan nafaqashorlar ham o'z nafaqalarini to'liq miqdorda olish huquqiga ega bo'lishadi. Bu ularning faol mehnat faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan muhim qadam. Ammo shuni yodda tutish kerakki, agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi tomonidan siz uchun to'lanadigan ijtimoiy ajratmalar yangi nafaqa hisoblash tizimida qanday aks etishi aniqlashtirilishi kerak. Ya'ni siz ishlayotgan davrda ham nafaqa stajingiz davom etadimi yoki faqat nafaqa miqdori oshirilishi uchun asos bo'ladimi? Buni aniq bilish lozim. Aytaylik, Karim aka 64 yoshda pensiyada bo'lishiga qaramay, xususiy qo'riqxonada qo'shimcha ishlaydi. Uning yangi qoidalar bo'yicha nafaqasi qayta hisoblanganda uning so'nggi ish haqi ham inobatga olinadimi? Bu savolga javob olish kerak. Odatda nafaqalar qayta hisoblanishi uchun kamida 2 yil ishlash talab qilinadi. Bu qoida saqlanib qoladimi yo'qmi? Buni bilish muhim. Uchinchi nuans nafaqaning minimal va maksimal miqdorlari. Yangi qoidalar bilan nafaqaning minimal va maksimal miqdorlariga o'zgartirishlar kiritiladimi? Bu nafaqaqsorlar uchun juda muhim masala. Chunki minimal nafaqa tirikchilik darajasi bilan chambarchas bog'liq. Maksimal nafaqa esa yuqori maosh olgan fuqarolarning ahvoliga ta'sir qiladi. Hukumat ijtimoiy himoyani kuchaytirish haqida gapirgan ekan, minimal nafaqa miqdori oshirilishi mumkin. Bu esa kam ta'minlangan nafaqa qaqso arda al aqtala ucok takso ahdun juda katta yordam bo'ladi. Ammo maksimal nafaqa chegarasi qanday bo'ladi? Uni olib tashlashadimi yoki oshirishadimi? Bu haqida rasmiy ma'lumotlarni kutish kerak. Agar maksimal cheklov bekor qilinsa, u holda o'z vaqtida yuqori ish haqi olgan va uzoq muddat ishlagan fuqarolar ancha katta nafaqa olishlari mumkin bo'ladi. Bu esa haqiqiy mehnatga qarab adolatli taqsimotni ta'minlaydi. To'rtinchi nuans boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari. Bu turdagi nafaqalar oilaning moddiy ahvolini saqlash uchun juda muhimdir. Yangi qoidalarda bunday nafaqalarni tayinlash va miqdorini hisoblashda o'zgarishlar bormi? Ayniqsa bunday nafaqa oluvchi oilalardagi bolalar voyaga yetganida yoki o'qishini tugatganida nafaqa to'lash tartibi qanday o'zgaradi? Ko'pincha bu nafaqalar asamlas yoshgacha bo'lgan bolalarga yoki kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotganlarga yemutish yoshgacha to'lanadi. Yangi qoidalar bu yosh chegaralarini o'zgartiradimi? Yo'q ularga shimti yam o'zlar beradimi? Bu haqda rasmiy ma'lumotlarni kuzatish kerak. Misol uchun marhum otasi o'rniga nafaqa olgan talaba qiz. Agar ilgari uning o'qishi tugashi bilan nafaqa to'xtatilgan bo'lsa,
endi ehtimol. Unga qo'shimcha yordam berilishi mumkin. Chunki u endigina ish boshlayapti va hali moliyaviy barqarorlikka erishmagan. Amaliy maslahatlar. So'sh, aziz do'stlar, ushbu o'zgarishlarga qanday tayyorgarlik ko'rishimiz kerak? Nimalarga e'tibor berishimiz lozim? Birinchi qadam hujjatlaringizni tekshiring va tartibga soling. Garchi yangi tizim raqamlashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, sizning eski qog'ozdagi hujjatlaringiz, ayniqsa 2 yilgacha bo'lgan davrga oid mehnat daftarchangiz, ish haqi ma'lumotnomalari, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi va shu kabilarni saqlab qo'yishni va ularning holatini tekshirishni maslahat beraman. Agar biror hujjat yo'q qolgan bo'lsa, hozirdan uni tiklash choralarini ko'ring. Misol uchun, mehnat daftarchasidagi yozuvlar chalkash yoki ochgan bo'lsa, ish beruvchingizdan tasdiqlovchi hujjat so'rang. Agar korksona tugatilgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Bu kelgusida sizning nafaqa tayinlanishingiz jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Ikkinchi qadam, ma'lumotlaringizni tekshirish uchun Farg'ona viloyati misolidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga emas, balki istalgan hududdagi davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qiling yoki onlayn platformalardan foydalaning. Davlat xizmatlari markazlari sizning ma'lumotlaringiz, xususan ish stajingiz elektron bazada qanday aks etayotganini tekshirishda yordam beradi. Siz DXM orqali o'z elektron mehnat daftarchangizdan ko'chirma olishingiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'riligini tekshirishingiz mumkin. Bu sizga nafaqa tayinlashdan oldin barcha ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish imkonini beradi. Shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali o'z shaxsiy kabinetingizga kirib, mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirishingiz mumkin. Agar sizda kirish imkoniyati bo'lmasa, DXM ga murojaat qiling, ular sizga yordam berishadi. Bu sizga o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizda qisatoliklar yoki kamchiliklar mavjudligini bilish imkonini beradi va ularni oldindan tuzatishga yordam beradi. Uchinchi qadam, malakali yuridik yordam oling. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, ish staji bo'yicha jiddiy muammolar, xorijda ishlagan davrlarni tasdiqlash zarurati yoki norasmiy mehnat faoliyati bilan bog'liq masalalar mavjud bo'lsa, advokat yoki nafaqa masalalari bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashing. Ular sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi va zarur hujjatlarni tayyorlashda yordam berishi mumkin. Ba'zan birorta yozuvning noto'g'ri bo'lishi butun nafaqa miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun mutaxassisning yordami juda muhimdir. 4-qadam, ma'lumotlarni muntazam kuzatib boring. Nafaqa tizimidagi o'zgarishlar doimiy ravishda yangilanib boradi. Shu sababli rasmiy manbalardagi, masalan, pensiya jamg'armasining veb-sayti, Adliya vazirligining normativ huquqiy hujjatlar portali yoki ishonchli yangilik manbalaridagi ma'lumotlarni muntazam ravishda kuzatib borishni tavsiya qilaman. Bizning kanalimizda ham doimiy ravishda eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni e'lon qilib boramiz. Bu sizni yangiliklardan xabardor qiladi va sizga o'z huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. 5-qadam, nafaqaga chiqish uchun ariza topshirish tartibi. Agar siz bir maydan keyin nafaqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, arizani davlat xizmatlari markazlari orqali yoki MyGov.uz portali orqali onlayn tarzda topshirishingiz mumkin. Ariza topshirishda sizdan pasport nusxasi va ehtimol bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Qolgan ma'lumotlar elektron tizim orqali avtomatik ravishda olinadi. Agar siz elektron tizimdan foydalanishga qiynalsangiz, DXM xodimlari sizga to'liq yordam berishadi. Muhimi, o'z vaqtida murojaat qilish va jarayonni kuzatib borish. Zulosa qilib aytganda, may oyidan boshlab kuchga kiradigan bu o'zgarishlar nafaqa tizimini sezilarli darajada yaxshilashga, uni yanada adolatli, shaffof va fuqarolar uchun qulay qilishga qaratilgan. Bu raqamlashtirish davrining talabi bo'lib, nafaqa shoirlarining hayotini osonlashtirishga xizmat qiladi. Biroq har qanday yangilik kabi bu ham o'ziga ixsos e'tibor va diqqatni talab qiladi. Shuning uchun men bergan maslahatlarga amal qilib, o'z hujjatlaringizni tartibga solib, yangiliklarni kuzatib borishingizni tavsiya etaman. Aziz tomoshabinlar, sizningcha bu o'zgarishlar qanchalik samarali bo'ladi? Siz bu borada qanday fikrdasiz? Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doim eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sayr, salomat bo'ling.